alaykum. Abu Ali nomidagi axborot kutubxona markazimizga xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Jo'raqulova Sevinch, Buxoro davlat universiteti Tarix va yuridik fakulteti 4-bosqich talabasiman. Axborot kutubxona markazimizga tez-tez qatnab turasizmi? Ha, albatta, nafaqat ilmiy maqsadlarda, balki badiiy adabiyotga bo'lgan chuqur qiziqishim tufayli ham tez-tez qatnab turaman. Mana bugun ham kursdoshlarimiz bilan birgalikda jadidlar mavzusiga bag'ishlangan 6-respublika kitobxonlik haftaligiga tashrif buyurganmiz. Sizning eng sevimli asaringiz yoki yozuvchingiz kim? Mening eng sevimli yozuvchimning nomi bugungi mavzu bilan uzviy bog'liq. Chunki eng sevimli yozuvchim bu O'zbekning azim chinorlaridan biri bo'lmish Abdulla Qodiriy va uning O'tgan kunlar hamda Mehrobdan chayon romani. Asarning bosh qahramonlaridan biri bo'lmish Ra'noning shijoati, matonati, uning ayollik nafosati, ilmu ijodga bo'lgan qiziqishi meni hamisha lol qoldirgan. Nafaqat o'tmishda, balki bugungi kundagi real hayotda ham men Ra'noning obrazidan ilhomlanib yashashga har doim harakat qilaman. Fikringiz uchun katta rahmat. O'qishlaringizga omad tilab qolaman. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Abu Ali nomidagi axborot kutubxona markaziga xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Niyozqulov Hosilbek, Buxoro davlat universitetining tarix yo'nalishining 4-kurs bosqich talabasiman. Bu yerga universitet tomonidan olib kelindik va juda ham ko'p tashrif buyurganmiz. Bu kutubxona menga juda ham manzur bo'lgan. Ayniqsa bu yerdagi yo'lga qo'yilgan xizmatlar, elektron va offlayn kitoblar borligi meni juda ham quvontiradi. Kutubxonamizda aynan qaysi zallarimizga ko'proq qatnashgansiz, foydalangansiz? Adolat, ya'ni huquqqa yo'naltirilgan kitoblaringizni juda ham ko'p mutolaa qilaman. Ayniqsa Nizomul Mulkning Siyosatnoma kitobi juda ham keng yoritib berilgan siyosat haqidagi ma'lumotlar va bizga hozirgi kunda kerak bo'ladigan ayni jumlalar o'sha kitobda uchratishingiz mumkin. Tengdoshlaringizga qanday adabiyotlarni o'qishni tavsiya qilardingiz? Aynan hozir o'zim mutolaa qilayotgan Siyosatnoma kitobini tavsiya qilaman, chunki bunda hozirgi siyosiy voqealar, avval bo'lib o'tgan podshohlarning qanaqadir siyosiy jarayonlardagi oqilona yechimlari keng yoritib berilgan va bizda hozirgi kunda ham bu juda ham qo'l keladigan kitob deb hisoblayman. Shu kitobni tavsiya qilaman. Fikringiz uchun katta rahmat.